Assalomu sizlar bilan Gaming YouTube kanali bugungi video roligimizda yabonimiz yana admin abuz boshlanishini qo'shish mumkin. Nima qo'shmoqchi bular? X10 ni qo'shmoqchilar shekilli. 3x yongan bugun admin abuz boshlanishiga tepada ko'rishingiz mumkin. 1 soat vaqt qoldi. Ya'ni admin abuz boshlanishiga 1 soat vaqt qoldi bizlar. Admin abuz boshlanishdan oldin bitta kubogimizni yig'ib to'playmiz. Men maqsadim 500 million kubok yig'ishki 50k step ochiladi bizga 13 va 50k stepdan beradi. 500 million ta win, ya'ni kubok. Yig'ishga harakat qilaman. Tim bo'ldi 3x yongan. 3x yongan. Bo'ldi 10x speedni ham yoqdilar. 43 trilliondan beryapti. 44 trilliondan beryapti har bir qadam uchun. 3x kubok 3x 10x 10 xp tez degan qo'shib qo'ydilar. 43,5 trilliondan beryapti. Mana tangam ko'rishingiz mumkin. 4138 ta normal tangam bor. Hop, o'tdim. Bu joydan ham o'tdim. 1 million ta kubok olsam bo'ladi, lekin Xo'sh. Tushib ketmayman. Kubok farm qilyapman. Tushib ketmayman. Tushib ketmasam bo'ldi kerak. Hop. Oxirigacha labirintda ham bilaman. Labirint bor oldimizda, uni ham bilaman. 350 level kerak, lekin men hozir ham o'tib bilaman. 318 level bilan ham o'tsa bo'ladi bu labirintda. 320 kerak, lekin bemalol o'tsa bo'ladi. 350 dan ham o'tsa bo'ladi aslida. Sizlar 6 million ta kubok olmaysiz, shart emas. Tim bola mana 320 level ham bo'lganim yo'q, lekin 350 level kerak deb qo'yibdi, lekin men o'taman baribir. Qaranglar, labirint sizlarga o'rgataman. Mana Stage 9 World, ya'ni ikkinchi dunyodagi Stage 9 labirint 350-level kerak, lekin men 318 level bilan ham o'taman. Qaranglar. Chapga, srazu chapga oxirigacha. Oxiridan kiramiz va o'ngga va bu joydan chapga va mana o'ngga. Bo'ldi. Bu yerga 380 level kerak. Shart emas. 30 million ta kubok beradi. Mana. Bir marta borib kelib 30 million ta kubok ishlab oldim. Bu yoq 217 trilliondan beryapti, lekin mana urganim levelim kuchaymasa kerak. Kami u men uchun 220 trillion. 220 trilliondan beryapti. Ko'rsalarim mumkin, lekin shu ham kamlik qilyapti mana. Ko'tarilmayapti. Mana shartini yasaganimizga kerak yo'q. Baribir ko'tarilmayapti. 220 trilliondan beryapti. 10x speed yongan serverda. Bugun adminamiz bo'ladi, shuning uchun adminamizdan oldingi video bu va 3x win yongan. Shunga ko'paytirib beradi. Hozir bizda 10 million ta kubok oldim, lekin 30 million ta qilib berdi. 3x ko'paytirib 3x win yonib turibdi pastda. Shuning uchun 30 million berdi. 233 million kubok bor, lekin men nima qilib bo'lsam 500 million kubok yig'ishim kerak. Baribir bu videoda yig'ib bilaman. Hozir uzoq yarim soatdan keyin admin abuz boshlanadi. Yarim soat ichida yig'ish qiyin. Yarim soatda yig'ish qiyin.
Şaşırma. Hiç bo'lmaganda şu videoda 300 milyon to'g'ib yurishim kerak. Yana labirintiga keldim. Stage 9 va o'tish turidan chapga, oxirigacha chapga va kirasiz o'ngga va o'ngga shu joyga keladi chapga bo'ldi. Keyin oxirida o'ng va kirasiz. Bu joydan ham kesa oladi. Lekin men bilmayman. Buning kelishi 10 milyon kubik olamiz ve 30 milyon kubik yaptık. 300 milyonu izliyorsak bile yok. Bu koyun. Yani denge alamaz çünkü 4142 tane denge balkodan berber gerek berber. Zarar kılmaydı. Doğruna göre altı etmeme zarar. Admin havuzda magazin açılar şundan alamaz mesela. Vay. Bu videoda 300 milyon olsun gerek. 300 milyon da kubik. Vay. 500 milyon может kılarman, может kılmasman. Yarım saatten 50 minut kaldı admin havuz başlaşıyor. Uzbek kılması ihtimali ko'proq. Tim bo'laman. Bor kuchim bilan harakat qilmayapman nimagadir. Admin havuzda bermas ekan xayol bo'lib. Admin havuzda qatnashib YouTube olsa bo'ladi, kuboklari. Lan. Yo, tushketyapman-da. Men farm qilaman bu joydan, ya'ni shu joydan o'tib, bu joydan o'tib, kubga kelaveraman. Farm qilaman. Çünkü stage 4'dan o'tish sal opasniyroq. To'xtab qoldim. Qaror 300 milyon to'qib yurganimdan keyin davom etamiz. Tarqalishda 294 milyon kubik yig'dim. Men kubikni shu stage 3 ga kelib olib ketishdan farm qilyapman. Çünkü vaqt ham ketmaydi, ham easy o'taman. Stage 3 gacha borib kubikni olib kelyapman. Shunaqa qilib farm qilyapman va vaqt ham kam yo'qotyapman. Ham bu scores'imni 116 da qo'ydim. Mana bu общий scores'im mayli 100 mana 115 da turibdi общий speed scores'im va shu 115 da qo'yganligim uchun easy o'tyapman va bu joylarda ham o'ssa oladi. Va 400 millionni olaman va yana martabor kelsam maqsadimga loyiq bo'laman. Omonchilar. Bu yerdan ham o'tishga harakat qilaman. Hey. Şu intriga qilishni yaxshi ko'raman-da. Intriga qilyapman. Olib qo'ysam bo'ldi 300 million, lekin shuni o'tib olmoqchiman. 115 bilan. Deganda 115 bilan. O'tdimmi? Va 300 so'z. 301 milyon. 301 milyon kubik yig'ildi. Maqsadim 300 milyon edi va yig'ladim 300 milyon. Yani 200 milyon olsam maqsadim 500 milyon yig'gan bo'laman. 500 milyon yig'ishim uchun 200 milyon yig'ishim kerak. Hamma yo'q sizlar bilan man bo'ldim. Endi Jabbar Gaming qaysi o'yinni keyingisida qaysi o'yinni o'ynashim kommentada yozib qoldiringlar. Qaysi o'yinni o'ynashimni kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammaga xush omonatlar. Xush.